Assalomu alaykum yurtdoshlar, vatandoshlar, millatdoshlar, dindoshlar va boshqa dindagilar. Aziz insonlar, o'zini hurmat qiladigan, aqli hushi joyida, dunyoqarashi keng odamlar. Endi unaqa yozadi, nima kommentariyalarga yozyapti ham. 3-4 kun oldin video qilganman Abror Muxtor Ali haqida suhbatimiz. Men bahs qilish uchun kirmaganman, hech qanaqa ilmiy bahs bo'lmagan. Kimdirlar ilmiy bahs qila olmaydi, u bola aqli yo'q, saviyasi yo'q deb kommentariyalar yozibdi. Men ilmiy bahs qilish uchun kirmadim. Men savol berib kirganman. O'zi aslida tushunmovchilikka, men tushungan tushuncham bo'yicha noto'g'ri degan narsamni kirib so'rab bilish uchun kirganman. O'zi asli birinchi kirganimda bu Hamid Sodiqni mavzusi bo'yicha o'tganda kirgandim va guruhga kirsam ikki tomon olishyapti, urushib bir-biri bilan internetlarda ham urushayotgani uchun ko'rib qiziqdim. U mavzu haqida Hamid Sodiq haqida oldingi videoyimda aytganman. Hozir u haqida to'xtalmoqchi emasman va yana keyingi kechaga yaqinda u kirsam bloklangan edi. Boshqa nimamdan kirib, boshqa guruhga kirib yana savol berdim. O'sha video domlarini tinglab, mana shu Abror Muxtor Alini videolarini ko'rib qo'yib boradigan guruhlar, mana shunaqa kanallar bir video qo'yibdi. Bu yerda domla bir birodarimizni, musulmon birodarimizni endi gap so'zidan axloqli, yaxshi odamga o'xshadi. O'shani bu guruhdagi bolalar uni ahli ilm deb nima Hamid Sodiqni mavzusi bo'lganda hamma urush bir-biriga unaqa bo'lib ketganda, ikki taraf bo'lib bo'linib olganda odamlar, bu Hamid Sodiq, Abror Muxtor Ali tarafdagilar, o'sha guruhdagilar aytgandi. U ahli ilm, Abror Muxtor Ali u shunaqa odam, u donolar donosi. U biladi o'zi nima deyishdi, nima qilishdi, madaniyatli, ilmli odam deb necha marta aytgan. Endi bu narsani hamma hozir ham aytadi. Keyin u birodarimizni, u Abror Muxtor Ali kirganimda haqoratlarini eshitdim. Fohisha, xezalak va bizni ko'rsa hayzi keladi degan gaplarini Abror Muxtor Ali shunaqa deb haqoratini eshitdim. O'z ovozi bilan aytganini videoda ko'rdim. Va vaholanki u bola o'sha yerda ham Abror domlaga javob qaytarmadi. O'sha yerda aytmadi. U bola aytgan ekanki, uni ham men nimasini keltirganman. Yani o'tgan videoda hammasini keltirib berganman. Hozir unga ham to'xtalmoqchi emasman. O'sha deganim, o'sha mavzuni shu domla kirganman guruhga, shu domla ahli ilm deb biladigan, shu madaniyatli, ilmli, axloqli odam deb biladiganlaring shunaqa qilib bitta birodarni haqorat qilishligi qanchalik to'g'ri ish yoki u qilayotgan ish qanchalik to'g'ri deb savol berib kirganman. Va men bu savollarim orqasidan yana o'zimga ancha ma'lumot orttirdim. Sen unaqa, sen bunaqa yana boshlanib ketdi og'ir chuqur mavzular va keyin domla Abror Muxtor Ali men bilan suhbat qildi. Unda birinchi suhbatimizni men o'tgan videoga qo'yganman. Endi ikkinchi suhbat. Ikkinchi suhbatdan bo'ldi, boshqa profilda kirib, fikrlama degan profilda kirib suhbat qilganman. Undan keyin yana meni tanib qoldi, keyin azamatligimni bilib qoldida, keyin 3-marta kelganimda yana suhbat bo'ldi. Men o'sha video haqida biroz to'xtalmoqchiman. Chunki nima uchun men buni chiqyapman, yana aytaman. Domla Abror Muxtor Aliga nisbatan adovatim yo'q edi mening, faqatgina u ahli ilm deb bilsak, uning qilayotgan ishlari qanchalik to'g'riligini bir so'rash uchun, maqsadda o'zimga tushunib olish uchun. Men o'sha musulmon o'laroq o'zimga shunday ahli ilm emasman, to'g'ri, men ahli ilm emasman, o'qimaganman unga o'xshab. Men o'zimda ilmli, dono deb hisoblamayman va men kirganimda ilmiy bahs qilaman deb kirmaganman. Men o'sha ma'noni aytmoqchiman. O'sha nima uchun kirganimda. Men oddiygina o'sha ahli ilm deganlar mana shunaqa qilib haqorat qilishlari qanchalik to'g'ri va o'zi bilmagan dalil keltirmasdan turib birovlarni, misol uchun meni ham vatanga, hukumatga va boshqalarga xoin, millatga xoin sifatida ko'rsatishi qanchalik to'g'ri. Bu
bu keyin bunga to'xtalib, bu da'vomi? Abram Musalliga savol bermoqchiman-da. Bu da'voyingizmi yo siz bir dalilingiz bormi menga nisbatan yo boshqalarga nisbatan? O'shani keltiring. Ommani siz ikkiga bo'lib qo'yapsiz. Odamlarni, o'zbek millatini, O'zbekiston fuqarolarini ikkiga bo'lib qo'yapsiz. Biri bir tarafda, biri bu tarafda, bir-birini g'ajib, bir-birini yeb yotibdi. Siz o'shanaqa guruh ochib olgan, maqsad u guruhlarni ochishdan maqsad nima? Kim kirsa u yerga kirib, agar mabodo fikrlariga qo'shilma yo'q bunaqa desa, uni dushmanga chiqarib, uni kalaka qilib shunaqa qiladi agar Abror domla o'zi yo'q bo'lsa. Abror domla bo'lsa yaxshi gaplashish mumkin. Abror domla bo'lmasa, bu yerdagilar juda yomon so'zlardan haqoratlarni haqorat qiladi. Xuddi Abror domla boyagi bolani haqorat qilgandek. Undan battar ham qiladi. Mana o'sha videoimni mana hozir qo'yib beraman. Biroz tez o'tkazishga harakat qilamiz endi. Azamatjon, qo'l ko'targan ekansiz, nima savolingiz bor? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Savol. O'sha yerda men kulib chunki meni mikrofonim pastdan yoqib qo'yapti, guruhga kirsam gapirishimga ruxsat bermayapti. Domla birdan kelib qolib gaplashib turganda men esdan chiqib ketgan, qo'l ko'targanim bosganim. Kutilmaganda meni ochdi, men ochmaydi deb o'ylagandim. O'shanda men kutmaydim-da, uni men kutmagan paytni ochganim kulib keyin savol yo'q debardim. Yo'q, men birdan ochmagan edim. Bu fikrlar profili, ustoz. Fikrlar profildan kirgan bola. Adminlarda meni tanishtiryapti. O'tganda ikkita suhbat qilganmiz. Bittasida Azmatjon bo'lib, ikkinchisida fikrlama bo'lib. O'sha yana davom etaversa, Abram Muxtor Alini menga nisbatan mana shunaqa, keyin mana adminlari bor, o'sha guruhlarning adminlari menga nisbatan har xil da'volar qilib, keyin o'zlarini tan olmay, aytgan gaplarini tan olmay, biz unaqa emasmiz, biz bunaqa emasmiz deb meni ayblayversa, men majbur bo'laman yana qolgan narsalarni ham internetdan izlab topishga, ko'rishga. Shuning uchun o'ylab ish qilinglar, iltimoslardan. Birovdan nimadir deyishdan, da'vo yo tuhmat da'vo qilishdan oldin o'ylash kerak. U tuhmat bo'lib qolishi mumkin. Bo'lmasam da'vo agar kim o'sha auditoriyangizni siz xabardor qilib, ularni ogohlikka chaqirmoqchi bo'lsangiz, dalil keltirishingiz kerak. Men shunaqaligimni. O'sha menman. O'sha Dayus to'g'risida o'sha mavzu bo'yicha gaplashgan. Kunlarni oshi bo'yicha. Meni qochib ketdi deb gapirib yuribsiz. Shunaqa mikrofonni yopib qo'yapsizlar-ku. Shunga. Qochib ketdi degan ma'noni qaysi ma'noda gapirganman men? Qochib ketdi ma'nosi mikrofonimni yopib, savoldan qochdi degan ma'noni aytganman. Men ham ozgina so'z o'yini qilsam bo'ladi. Lekin bunaqa odam kelib menga oldimdan yugurib qochdi degan emas. Kelib yugurib qochib ketdi jismonan degan ma'noni emas. Anaqa shu mikrofonni yopib turib savoldan qochib ketdi degan ma'noni aytganman. Sizga 2 kali 2 nechi desangiz men endi damlo o'ziga keraklisini, o'ziga tushungan narsani qochib ketdi deb tushungan bo'lishi mumkin. O'ziga qanday qabul qilgan bilmadim. Men o'sha ma'noni aytdim. Desam aylantiryapsiz. Savolga javob bera olmay mikrofonni yopib qo'yapsizlar-ku. Shunga. Masalan, sizga 2 kali 2 nechi desangiz men to'g'ri desam aylantiryapsiz. Savolga endi 2 kali 2 nechi desam, qarang, misolni qaranglar-da, bu qaysi bir mantiqqa to'g'ri keladigan misol qilyapti bu domla. Bilmasam endi bu majoziy ma'no deydi, bir nimalar deydi. 2 kali 2 4 desa, 2 kali 2 4 2 kali 2 nechi desangiz, men 4 desam, siz aylantiryapsiz desangiz deydi. Men shunchalik ahmoq bo'lsam, men shunaqa gaplar gapirib o'tiramanmi? Interesno-da. 2 kali 2 4 deb o'zingiz aytsangiz, 2 kali 2 4 deb aytsangiz. Men aytsam keyin 4 ga 4 8 ku desam, siz yo'q 2 ga 2 4 bo'ladi desangiz. Keyin qaysimiz biz to'g'ri bo'lib qoladi keyin? Yo men aytsam keyin 4 ga 4 8 desam, tortishib o'tiraveramiz shunaqa qilib. U misol bo'lmaydi-da, 2 ga 2 4 deyish. U mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi-da. Deyapsiz. Savolga javob bera olmayapsiz. 2 ga 2 ni so'rayapman sizdan. Hamma sodiq desangiz. Azamatjon 2 ga 2 to'g'ri bo'ladi desam, aylantirmang. Hamma sodiq desangiz. Venesuela desam, ana
Voy ama kullanadi domla bana. 2'de 2 4 desem men 2'de 2 4 deyarkanman. 2'de 2 nechi desem domla 4 deyarkan men Hamid Sodiq deyarkanman keyin. Evet tamam. Auditoriyangiz o'shalarda bor-ku domla. Ular fikr yo'q, o'shalarni to'g'ri qabul qilib olaman. Men nima uchun aytyapman? Men ustidan kulish emas. Prosta juda kulgili anekdotga o'xshab qolyapti hozir. U auditoriyangiz o'shanaqa qabul qiladi. Ha, bu Azamat shunaqa ekan dedi. 2 2 4 desa domla Azamat Hamid Sodiq deb aytar ekan deb qabul qiladi-da. Bu tushunmaydi u misol keltirganingizni. U misol ham to'g'ri emas o'zi aslida. Venesuela deyapsiz. Nima aloqasi bor desangiz, siz bilan gaplashib olmaydi. Albatta men siz Venesuela deganingizni men aytdim, olib qochdingiz deb. Chunki aylantirdingiz deganim. Qochdingiz. Chunki men Hamid Sodiqni misol keltirganimda o'tgan videoda ham aytdim. Hamid Sodiqni. Hamid Sodiq haqida siz gapirgansiz va men o'shani misol keltirdim. O'zingizning gapingizdan men Venesuela dunyo gapirayotgan nimalar aytmayapman hali. Mavzuni qanaqasi yo'q, ishlab turadigan joyi yo'q. Qarshi taraf bir narsani gapirsa tushunish kerak, qabul qilish kerak. Hech yo mantiqini qabul qilish kerak, keyin suhbatlasha olamizda. Men Abdulla Muxtorov qochib ketdi desa, men o'ylayman. Abdulla Muxtorov umrida qochmagan, quvib yuribdi hammasini. Butun o'sha jamoatini chaqirganman. Aytganman, har bittanglar 10 tadan muxlisiylar bilan kelinglar. Madaniy suhbat qilamiz. Xatoligimni isbotlab bersanglar, tan olmagan nomard. Yakka o'zim boramanmi? Yo'q, eng qizig'i mana shu ekanda, sizni xato gapirganingizni isbotlab berishga imkoni yo'q o'xshayapti. Umuman, menimcha uni men ko'rmadim. Siz hech bir gapda men to'g'ri, men mana shu yerda xato qilibman degan joyingizni mana oxirgi mana bir haftadan beri kuzatayotgan bo'lsam, men ko'rmadim. Bir 10 kundan oshdi kuzatayotganimga. Tan olganingizda bir fahsh zino iflos ishlar deysizda, keyin telefon qilib aytsa, siz zinoni ko'rdingizmi o'sha yerda desa, yo'q men fahsh dedim, zino emas deysiz, tan olmaysiz. Keyin men kelib turib so'rasam, siz fahsh zino deb aytdingiz, nima uchun zinoni aytmadim deb aytdingiz unga desam, sen zino qilmading deb aytdim deysiz. Короче, gaplar bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Hozir keltirib beraman uni ham. Xatoligimni isbotlab bersanglar, tan olmagan nomard. Yakka o'zim boramanmi deganman. Qochib ketdi deyish bu qanaqadir haligi mavzuda nafsoniyatga sakrash xolosda, Azamatjon. Bunaqa bo'lmaydi. Yo'q, men nafsoniyatga tegish ham niyatim bo'lmagan u yerda, Abror domla, Abror aka, unaqa niyatim yo'q. Siz qochib ketdi deyish nafsoniyatga tegish emas. Kim birovni xezalak qochib ketdi degandan ko'ra, men oddiy gapda qochib ketdi dedim. Qaysi ma'nodaki, siz mikrofonni yopib, meni gapirishimga ruxsat bermasdan va siz menga da'vo qilib auditoriyangiz aytayapsiz. Bu da'vo emas, tuhmat deb bilaman buni. Tuhmat qilyapsiz menga nisbatan. Bu bunaqa guruhlarga a'zo, bu informatsion bir balolar, zehn nimasi, kontroli, bularni kimdir kontrol qiladi va bularga buyuradi deyapsiz. Men bilmadim, men hech kim bilan gaplashmayman, men buyurmayman. Buyurmaydi menga. Hech kim bilan gaplashmayman, bilmayman kimda aytdingiz. Bu o'shani men sizga isbotlab berishim uchun meni mikrofonimni yopib qo'ydingiz. Bu noxolislik bo'ladi. Sizning o'sha guruhlaringizga ham tegishli. Mana kim bahs qilaman desa, bundan keyin Abdulla Muxtor Ali bilan bu guruhlarga kirib bahs qilishligini maslahat bermayman. Chunki bu yerda kirasiz, siz misol uchun kundalang savol qo'ysangiz, o'sha savol javob berish yoqmasa, aybini topsangiz, u yerda sizni mikrofoningizni yopadi-da, bo'ldi, siz bilan foydasi yo'q deydi. Siz bilmaysiz, tushunmaysiz, bunday qildingiz, bunday qildingiz. Chunki siz uning fikriga qo'shilmasangiz shunaqa ekan bu yerda. Siz o'zingiz chaqiring. Biz mana chaqiraman domlani, Abror aka, keling, mana siz bilan Telegramda, Lichnada, shaxsiy nimada, kabinetda gaplashamiz, Lichkada, Telegramda ikkalamiz gaplashamiz. Video zvonoklarni yoqib gaplashamiz va zapis qilamiz. Qani kim qanaqa savol berar ekan xolasangiz. Video zvonok mayli yoqmaymiz, shunday audio zvonokda qilaylik. Yaxshiroq bo'ladi. Audio zvonokda gaplashamiz. Mana ko'ramiz, mikrofon bir-birini yopishlikda imkoni yo'q. Kim qochib ketsa, demakki u indamay o'chirib qo'yib, qochib ketib savoldan qochsa, gapni aylantirsa, demakki u
boyagidek safsata deydi. Siz safsata qiluvchi deb aybladingiz-ku meni. Safsata sizniki edi. Unaqa bo'lmaydi. Agar xo'p desangiz, savol bersam, hozir agar meni mikrofonni yana yopib qo'ysangiz, men majbur bo'laman shunaqa deyishga, chunki men mikrofonni yopgandan keyin men haqimda yana gap bo'lyapti. Shuning uchun majbur bo'lyapman kelishga. Siz o'xshagan odamlarni misol keltiramiz-da biz. Tushunmayapsiz u. Qoidalar bor-da, ona tilining qoidasi bor. Qoidalarga ko'ra yursak mayli. Yuqorida misol keltirdim-ku, 2x2 necha deyapsiz menga. To'g'ri desam aylantirmang deyapsiz. Qanaqa gaplashaman-siz? Men siz 2x2 deganda men to'g'ri desam, to'g'ri desangiz men aylantirma dedim. Misol 2x2 degan gap bo'ldimi? Misol keltiryapman. Misolmi? Misol, masalan, ikkalamiz gaplashyapmiz Azamatjon. Siz o'sha hodisa to'g'risida aytyapsiz, Dayus to'g'risida, zino qilgan, qilmagan to'g'risida aytyapsiz-da, misol. Men o'tda ochiq aytyapman. Shunga o'xshagan narsalar fahsh, zino ishlari bular. O'zi fahsh ham zino degani o'zi. Shunaqa ishlar bular. Buni tarqatmanglar. Ana o'zi fahsh ham zino degani o'zi deyapti. O'zi tan olyapti. Esa unda hozir safsatalik degan safsata menga u kuni birinchi gaplashganimizdami, ikkinchi gaplashganda aytdiki, siz safsata bu dedi. Sizning gaplaringiz safsata bo'lib qoladi. Safsata degan fanni bilasizmi dedi. Men hayron qoldimda, shu gapiga chuqur nima e'tibor qilmadim. Safsata degan fan bormikan deb o'zimga o'zim savol berdimda. Keyin men bu haqda eshitmagan ekanman. Birinchi ma'lumot olay, keyin so'rasam yarashadi dedim. Hozir men bilmayman u haqda desam ham bo'lmaydi, bilaman desam ham bo'lmaydi. Agar bilaman desam men adashishim mumkin, bilmayman desam meni hozir yana ayblaydi dedimda. Saviyasizlikda ayblaydi dedimda, indamadim. Lekin aytdiki, safsata fani bor eshitganmisiz dedi. Xabaringiz bormi deganday qildi menga. Agar hozir buni ham inkor etsa, men buni ham keltirib beraman videolardan topib, izlab, hozir soatlab endi videoni izlashimga to'g'ri keladi men. Keltirib beraman. Men safsata to'g'risida ham hozir men aytib beraman. Safsatani o'zi asli fanmi u, fan emasmi? Ishlar bular, buni tarqatmanglar. Hozir mana ochiq aytyapti. Zino to'g'risida aytyapti. Mana fahsh degani ham o'zi zino deyapti. Shunga o'xshagan narsalar fahsh, zino ishlar bular. O'zi fahsh ham zino degani o'zi. O'zi fahsh ham zino degani o'zi bo'lsa, demak siz zino qilganlikda ayblayapsizmi? O'sha savolda mana fahsh ham o'zi zino. Men shunday deb o'qidim nimada ma'lumotlarda, shariatda, islomda fahsh degani ham o'zi asli zino degani. Zino ham bor, fahsh ham bor. Deyilgan lekin, misol uchun deyilgan, yalang'ochlikda ko'rgan odamni bir-birini quchoqlab yoki erkak va ayol bir-birini nikohsiz erkak va ayol bir-birini quchoqlashib turgani yoki yalang'ochlik bo'lib turgani yoki o'pgani yo erkalagani degan gaplar bor. Misol bir-birini erkalaganlari, даже erkalagan degan ma'noda. U fahshga yoki siz aytayotgan o'sha fahsh degan zino deyapsiz, o'sha fahshga, zinoga misol bo'la olmas ekan bu. Bunga aytilgan ekan. Bu rosa keltirilganda nimada zino, fahsh degan rosa keltirilgan. Toki siz 4 ta guvoh ham bir xillikda o'shani ko'rib turib, mana shunaqa kirib chiqadi-yu, mana kirib chiqqan, ko'rib turgandan keyin 4 talasi ham bir xil ko'rsa, o'shanda guvoh bo'la olishlik mumkin ekan. Keyin qanday unga ayblovni qo'yilsa, u odam hech qanaqa ikkalasi ham hech qanaqa bosimlarsiz, hech qanaqa majburlovlarsiz tan olsa shu qilgan ishini, o'shanda misol bo'lar ekan bunga ham. Bu ham bor ekan. Agar men noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, men ma'lumotlardan, manbalardan olib aytayapman buni. Bu ham bor ekan. Demakki, agar siz mana shunaqa misol bersangiz, mana shunaqa guvohlik berib qo'ysangiz, hozir bu guvohlik berayotgan hisoblanadi sizniki. Agar siz ahli ilmsiz, hammasi ahli ilm deydi, bu sizniki guvohlik berish bo'lyapti. Agar sizniki hozir noto'g'ri bo'lib chiqyapti, shariatga tomondan, axloqan tomondan ham, shariat tomondan demayapsiz, axloqan deyapsiz. Endi buni o'shanga burib olibsiz-da. Lekin nomini o'sha shariy tomonga aytyapsiz. Lekin sizniki endi
guvohlik berib qo'ysangiz, keyingilariga sizni umuman keyin siz guvohlik berishga haqqingiz yo'q ekan. Ya'ni bundan keyin siz kimnidir mana shunaqa ishda ayblasangiz, sizniki safsata bo'lib qolar ekan. Yolg'onchilik bo'lib qolar ekan. O'sha ham bor. Va siz yolg'on guvoh berganingiz uchun boya aytganingizdek 80 darra urilar ekan deb urilgan ekan o'sha zamonda. Shunaqa ishlar bular, buni tarqatmanglar deyapman. Hamis Sodiq deyapsiz. Albatta Hamis Sodiq nima aloqasi bor? Hamis Sodiq olimlar haqida gapirdimi, o'zingizga oldingiz deyapsiz. Birinchidan bu mavzu bunga umuman yopishmaydi. Ikkinchidan men olim emas. Hamid Sodiqni nimaga aytdim bu yerda aytib o'tib ketay. Hamid Sodiq dedim chunki nima Gulirano degan nima o'sha opa telefon qilganda bu aytayaptiki, men seni aytdim demayapman, deyapti. Ayol kishilarni deb aytayapman, deyapti. Ayollarni deb aytayapman, deyapti. Va men o'shanda savol berdim keyin o'sha videoda. Bunaqangi deb aytayapti-da, bunaqangi fahsh, zino. Birinchi o'sha ayolning videosini aytayapti, shunaqa bo'pti deyapti. Birinchi videosida tuhmat qilibdi. Aslida unaqa emas ekan, tuhmat emas ekan, uni aksi berdi, deyapti. Buning o'zi tuhmat qilyapti ekan dedi. Ya'ni buni ham tuhmatda aybladi. Keyin men suhbatda aytdimki, u fikrlamada aytganman u narsani. Da'vo bilan u da'vo qilyapti, hali ishi davom etyapti. U tuhmat qilgani yo'q, u da'vo deyiladi desam, "Yo, tuhmat" dedi. U tuhmat o'zi da'vo qilinadi dedi. Tuhmat qilganlar da'vo qiladi dedi. Ha, tuhmat qilganlar da'vo qiladi dedi. Men shunaqa dedi. Keyin uni ham keltirib berdi. Hozir bu darrov shunaqa keltirib ber dedi. Ana so'zlashtirilgan bahsingizda aytadi, keltirib ber dedi. Keling men qo'yib beray video desam, men qachon aytdim deydi. Nima dedim men dedi. Qo'yib berishingizga ham ruxsat bermaydi. Chalg'itadi. O'shaning uchun ayollarni deganda men bunaqa ayollarni bunaqangi ish qilishi deb aytdim dedi. Unga keyin Gulirano kelganini aytdi. Men ayollarni deb misol qildim. Seni emas deganday qilyapti-da. Men aytayapman shundan keyin, agar siz ayollarni deganda Gulirano meni deb tushundi deb videoda men bor edim deb kelsa, meni aytdingiz deb kelsa, siz tan olmasangiz aytgan gapingizni men seni qilding deb aytmadim desangiz, nima uchun dedim Hamid Sodiq ahli ilm deganda siz o'zingizga olib faqatgina o'zingizga olib gapirdingiz-ku shuni dedim. U misol bo'ladi, bir-biriga misol keladi-da, o'xshashlik bor bu yerda. U aytayaptiki, Hamid Sodiq deb din borasida aytdi, deyapti. Keyin men o'shanda savol ham berdim. Ahli ilm deganda siz kimni tushunasiz hozirgi zamonaviy hayotda? Dedi. To'g'ri ta'rif berdi. Eng qizig'i, menimcha ahli ilm deganda to'g'ri ta'rif domlar o'zi berib ketdi. Savolni men berganimdan keyin. Shu vaqtgacha aytmadiki, ahli ilm mana shunaqalar demadi. Men o'sha bir oy oldin kirganimda o'sha ko'rmuridlar deyman, buni yana aytaman, chunki meni ham haqorat qilyapti. Ko'rmurid degani bilmadim. O'zi aytadi domla ko'rmurid deb, o'sha gapni aytyapman. Ko'rmuridlar shogirdlari, ya'ni tinglovchilari ko'rmurid emas deydi. Tinglovchilari ham shogirdlar ko'rmurid emas deydi. Lekin aksinchaga o'xshayapti. Ko'rmuridlari ham bor orasida. Oralarida bor. Hammasini 100% deya olmayman. Men bilganlarim bor. Aytgandiki menga ahli ilm degani men aytdim. Ahli ilm degani mana shunaqalar desam, ba'zi bir tushunuvchilar bor u yerda. Yo'q, ahli ilm bu faqat shar'iy bilimga ega odamlar, Qur'onni yodlaganlar, mana shunaqa imom, mana shunaqa odamlar ahli ilm deb biladiganlar juda ham ko'p ichida. Bu fakt bu. Men o'shanda shuni orqasini tortishganman. Hozir bunga umuman yopishmaydi. Men mavzu bo'yicha aytib ketyapman hozir. Olim emasman. Olim bo'lmasangiz nima gapiryapsiz deyapsiz. Chunki men shaxsiy olmayapman-da masalani. Shaxsimni himoya qilish emas bu yerda. E'tiqodim bu yerda. E'tiqodim ulamolarga Hamid Sodiq o'xshagan odam aql o'rgatishga haqqi yo'q. Men buni bilaman, aniq bilaman buni. Endi savol mana shu Hamid Sodiqqa o'xshagan odamlarga, ahli ilmlarga nisbatan bunaqa gapirishga haqqi yo'q, deyapti.
Endi savol o'z o'rnida. Hamid Sodiq olim, o'sha siyosat bo'yicha siyosatshunos. Menimcha shu doktor bo'lsa kerak, adashmasam. Men to'g'risini bilmayman, u shaxsiyatim uncha qiziqqanim yo'q. O'zining bir hozirgi zamonning O'zbekistonning eng yetuk siyosatshunoslari desak bo'ladi Hamid Sodiqni. Endi shunaqa ekan, shunda qarama-qarshi savol tug'iladi-da, Hamid Sodiq ahli ilm emasmi shunda? O'zingizlar javob berib ketinglar pastga. Hamid Sodiq ahli ilm emasmi? Abror aka, sizning o'zingizga ham savol. Kecha men buni berganman sizga. Ahli ilm deganda nimani tushunasiz deganda. Faqat olib yo'l yurmaydi ulamolar. Qayerda o'tirish kerakligini ulardan o'rganamiz biz. Bu masalani bunga aloqasi yo'q deyapman.